是羊。Qo'zi xushxo'yni kilonlash. Bu kökbörni qaramamdağan qo'y tutaman deb ketib, mushkam ichkammayotqani. Hep. Xotin, men keldim. Qo'y qani? Xotin, men muvaffaqiyat qazidayla deb qolgan. Hammasi iliq qo'zi xushxo'yning kasabti. Abdinga qarasam bu hech nima bo'lmabsan. Yana shu hurlik qilsan-da sen, ha? Kim shundoq deydi? Qara. Bu yaramas. Qo'ymi tutamsan sen? Xotin, bu degan bir kutilmagan ahvol tursa. O'zingizdan tushmaganingni qarab, qo'y emas, qo'yning jung'iga tegishdimi qo'qidigan emassan. U qo'rqinchoq. Uni ziras. Kim shundoq deydi? Bu qo'ying emasmi? Ha? Bu rostala qo'y jung'imi? Menga hajab birisining jung'idek tuyuldi-da. Sana bir isbotlab beray, qarab tur, ha? Voyjon. Nereden tip geldin? Ulug' bo'g'ondan xotirasiga asoslanganda bizning jamoatimizda asli bir kilolash mashinasi bor ekan. Bu boyaqi qo'yingdan kilolab chiqarilgan. Xotin ko'rib baq. Amsi biz saqlab turamiz. Seni qiziqish uchun darhol qozon solamiz. Xotin, men boya sana deyishni unutib qoptiman. Ajdodlarimiz kilolash mashinasida yasagan narsalarni faqat material qilib ishlatgili bo'ladi, yig'ilib bo'lmaydi degan. Demaysan! Qo'zi xushxo'y, bu ketib qachonligidan men bir ko'ray. O'z qo'lim bilan bo'g'izlamaydigan bo'lsam. Xotin urmay turg'ana, qo'zi xushxo'yga taqabul turishga amalim bor. U eski qo'zi xushxo'y. Qo'zi xushxo'y salomatligiga diqqat qil. Ders vaqtida ko'ngil qo'yib anglanglar. Men 3 ni sanamag'icha yugurmanglar, ha? Tayyorlan. 1, 2. Men tek 3 demedim. Hammanglar savaqdishinglar qo'z o'rindan o'gininglar, ha? Savaqdash qo'zi o'rindan o'ginimizmi? Albatta. Bu musobaqa qoidasiga hurmat qildi. 3 deganni anglamag'icha hargiz yugurmaydi. Shundaq-ku. Nima ish qilyapsan? Kelon qo'yga bo'rdan tafakkur programmasini kirgizyapman. Ha, qandayroq? Uni qo'y kentiga berib ko'rganligini qo'yni tishlaydigan qilaman. Bo'ptimi, xotin? Foydasi bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buning bilan haqiqiy qo'zi xushxo'yni qo'zi kentidan qo'g'lab chiqarli bo'ladi. U chaqda biz uchimizni olalaymiz. U chaqda haqiqiy qo'zi xushxo'yning go'shtini yeyalaymiz. Voyjon! Nima bo'ldi? Ishlama, qo'y tishlab oldi shu. Ha? Meni chaqmoqchimi? Unda oson ish yo'q. Qo'zi xushxo'y ekan-ku. Sen qandoqsiga sirting kelyapsan? Kent sirtiga o'yiniga qochib ketdi ekansan-da. Hey! Sana gap qilyapman. Sarangda kulayverdi ekansan-ku. Meni chaqmoqchimi? Unda oson ish yo'q. Voyjon! Voyjon! Ajab tishimga tegdimi bu? Meni pashimni chaqamaydigan tursa qo'zi xushxo'y tishlamdiki-na texi. Bugun nimandoq bo'lib qolding? Men bilan birga top o'ynamoqchi bo'lgan-ku. Biroq, O'g'iponni qo'ya chapsan boshlig'ini. emas ehtiyot qilasan, ha? Mening mahoratimni maktabda hammanglar biladi-ku. Azmini qilmay chaqqan bo'lar. Voyjon! Sen top urvatamsan, odam urvatamsan.
Adamni urayotma, yo'q, topni urayotma. Mahoratimni modan biladi deb ketgan. Rostku, maktabda mening topni obda olamaydigan namim bor-ku. Bo'ldi, sen bilan o'ynamayman, men qo'ziqishqo'y bilan o'ynayman. Ay, qo'ziqishqo'y. Qo'ziqishqo'y ikkimiz birga top o'ynaylik. Qo'ziqishqo'y, sen nimdab qo'ziqmoqni bo'zaq qilasan? Ay! Kent boshlig'i o'zingiz bir gap qilgan qo'ziqishqo'y putimni bekorda tishlayotdi. Nima Putoni tishligini qanchalik ishdi? U mening qo'limni tishlab oldi. Shu emasmi? U mening qo'limni tishlab oldi. U meni tishlab oldi. Meni tishladi. Bo'ldi qilinglar. Men qo'ziqishqo'yning bundaq ishlarni qiladiganligiga ishonmayman. U boya meni rostini tishlab oldi. Qo'lim hozirmi og'riyotdi? U hozir chiqibdi, menimi tishlayapmisi bo'ladi-ku. Voyjon! Giponlarga endi ishondim. Men qaytib keldim. Ha? Nim qilyapsizlar? Qaytib kelishga qandoq chidi? Mening tantarbiya maydonini pokiz tozlamag'inimni bilib qoldinglarmi? Kimsanikini qara, gap agitib mutahannik qilmoqchimsan? Shuncha bola ishni qilib bo'lib, yana nim demoqchisan, ha? Kent boshlig'i, bu qilganimning xato ekanligini bilaman. Men cho'qim to'liq tozalayman. Oxiri e'tirof qildi. Kent boshlig'i, men Demayli qo'y bo'ldi. Qandaq bir trap qilishni o'zim bilaman. Noyda bir pokiz tozlamagan ish qo'y shu. Qo'ziqishqo'yning qo'zlanishliginiga isbot to'liq. Ham o'zim e'tirof qildi. Nima? Qo'zilarni tishlagan menma uvol bo'ldi. Uvol bo'ldi deysan-ku texe. Voy o'zim e'tirof qildim-ku, ha? Boyman. Endi tushundirganim bilan foydasi yo'q. Amsi bana mening qo'zlarni tishlaganimga qanday isbotinglar bor? Qani isbot. Menga ko'rstinglarchi. Qara seni, so'rti bor. Yana jarohatli tishizmi bor? Sening tishing bilan o'xshash. qo'y, endi nima dersan? Qo'zi Xushxo'yga kent sirtiga chiqib o'linish jazosi berildi. Undaq emas-ku. Men undaq o'ylansam kent boshlig'iga o'xshash beshimga o't cheplar unib ketammi? Sen Sevzadi kim? Qanday qo'ziqishqoy, bu qitim qayil bo'lgansan, ha? Qayil bo'lmayman. Qayil bo'lmabsan? Qo'lingga tushib qilishni butunlay tasodifiy, biroq men ishni bilmay qoldim. Menga o'tmoqchi tirik qo'zini qanday yasi yolg'onsan deyman. Seningmi bilmaydiganlaring bo'ladi ekan, ha? Hammasi o'sha kilolash mashinasining karamati. Sening bir tal chuqurni osonla ishib tutdi-da. Uningga buncha olajaq gap nima qilsan? Darhol o'ltirib qozonga tashla. Shundoq ko'kböre, gapni jiqsang o'zingning ojizligini oshkorlaysan shu. Boyaqi kilolash mashinasi degan gaplaringni anglab po'ytayotganingni bilib bo'ldim men. Ma'qul, po'ytayotam deb atmadimmi, sana obdan bildirib qo'yay, ha? Qanday po'ytdimanma? Bo'ldi, bek yomonkansan. Biroq hozir sen bilan chaqchaq qilish kerak vaqtim yo'q. Bo'ldi, qarindoshlar, uyga qaytaylik.
Onunla çık gel hadi sen olmaysın. Bana endi yaxşı oldu mu ha? O kalma. Xotin bo'ldi, urmay turg'ina. Ular tutib kelishga amalim bor. Bu sensen. Qarindoshlar, men bilan berib qo'ylarni tutinglar. Qarindoshlar, bebosh qo'ylarni tutib kelaylik, tez bo'linglar. Aç koylarını tutup gelin. Aç koylarını tutup gelin. Asta, nima qilyapsizlar? Tez qo'g'limamsizlar. Bu qandaq pozitsiya? O'zinglarni kim chaqlab qoldinglar? 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 Voycan! Xotin, qaysi mening xotinimdi? Asta qutqizinglar! Qo'ziqishqoy, sendan omad o'chalaman!别看我只是一只羊，